Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar. Xudo xolasa yana bir yangi obyektimizga kelganmiz. Tomga penalonmos qo'yish xizmati. Hozirgi bu obyektimiz ham Andijonda bo'ldi, Xonoboddamiz. Hozir video qilib hamcha ko'rsatamiz. Rosa 1 yil oldin shu quyib ketgan edik. Yana o'zlari mana yangi tom qilishgan ekan, o'zimizni chaqirishdi. Yaxshi zo'r holatda turibdi ekan. Hozir bir video qilib hamcha ko'rsatamiz quygan joyimizni. Mana do'stlar, 1 yil oldin quyilgan joy yaxshi zo'r holatda turibdi. Xudo xolasa mana qattiqligi ham zo'r mana. Ko'rib turibsizlar o'zlaring. Bu joyga ham 7 sm qilib quyilgan mana. Beshamonlar bilan bir xilda qilib. Rosa 1 yildan o'tgan mana shu joyimiz quyganimizga ham. Ustida bemalol yurilib ko'rib turibsizlar, yorilish yo'q, chizilish yo'q, boshqa yo'q. Yaxshi zo'r holatda turibdi mana. Qattiqliklari ham yaxshi. Ko'rib turibsizlar, izi chiqqan yo'q, olangan ham yo'q. Xudo xolasa mana sinovdan o'tyapti, yaxshi zo'r holatda turibdi. Shunaqa penalonmos qo'yish tavsiya qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar. Layklar bo'lsa, podpishkada bo'lib turasizlar. Videolarni ketma-ketlikda qo'yib boramiz, qo'yish jarayonlarini va tafsilroq ma'lumotlar berib o'tamiz. Do'stlar, xudo xohlasa yo'lga ham chiqib oldik, manzilimizga yetib qoldik. Bizning manzil Farg'ona viloyati. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Bemalol telefon qilaverasizlar, qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar kelishilgan narxda borib, chiroyli qilib, sifatli quyib beramiz. Bu obyektimizga ham yetib kelib oldik. Aytib o'tganimizda bu obyektimiz Andijon Xonobodda bo'ldi. Shu 75-80 kvadrat atrofi joyimiz bor. Hozir bu joyimizga ham bir xilda 7 sm qilib quyib beradigan bo'lganmiz. Hozir mana bir qator tom qismini ko'zdan kechirdik, vassali shilibkalar holatini ko'rib, tagiga materiallarni ham yozib oldik kerakli joyga. Mana hozir gipslar olish jarayonidamiz tom qismiga. Hozir mana bir qator materiallar tortib quyishga tayyor bu tarafimiz. Vassali shilibkani ustiga ko'rib turganlar shu materialni shuni yozganmiz, bir qator steplellab, yaxshilab oqmaydigan darajada qilib oldik. Instrumentlarimiz ham tayyor holatda. Mana shu tarafdan quyishni boshlab kelamiz hozir. Keyin mana ko'rib turganlaringdek, hozir zardivorni shu vassali shilibka bilan teng qilib urib qo'yilgan. Iloji bo'lsa shunaqalarda bir qator agar ko'tarib qo'yilsa yaxshi bo'ladi. Chunki biz quyganimizda o'zi devor bo'lib qoladi, devor vazifasini bajarib qoladi. Yoki bo'lmasa ko'rib turibsizlar, shunaqa doska aylantirib oldik. Quyganimizda shu oqib ketmasligi uchun. Iloji bo'lsa bir qator qo'shib urib qo'yilsa, zardivorda yaxshi bo'ladi, o'zi devor bo'lib qoladi. Xo'p, bu do'stlar, bu penalonmozni asosan loy suvoqlarni o'rniga qo'yamiz. Yuqa bosilib qolgan eski loy suvoqlar ustiga ham quyib beramiz. Effekti zo'r bo'ladi. Mana azizlar, quyish jarayonini ham boshlab oldik. Aytib o'tganimizdek, bu joyimizga ham 7 sm qildik. 7, 8, 6 ketyapti. Shilibka vassali past balandiga qarab. Xo'p, mahsulotlarimiz tarkibini ozroq qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bilganlar uchun yangilik emas, bilmaganlar uchun gips bo'ladi, sement bo'ladi, mana shu penasi bo'ladi. Shularda aralashmasi bir boshdan quyilaveradi. Ushbu quyilgan mahsulotimiz uzag'i quyganimizdan so'ng suyuq holatda bo'ladi-da. Quyganimizdan so'ng 10 minutda qatiydi. O'zini toza holatda qurib ketishiga shu 1,5 oy, 2 oy vaqt kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, mana shunday holatda quyiladi. O'zi suyuqligini hisobiga past baland joyiga ham oqib borib, o'zi razmeri ham chiqaveradi shunda. Buni tekizlash ham shart emas yoki razmeri qanday chiqarib olasizlar deganlar uchun mana o'zi qayer past bo'lsa shu yerga oqib kelyapti. Xo'p, mana quyib oldik. Bu ishimiz, obyektimizni ham tugatib oldik do'stlar. Yaxshi zo'r holatda chiqdi. Ustida bemalol yuribman, oyoq izi chiqish yo'q, yorilish yo'q, hasharot yaqinlashtirmaydi o'ziga. 1 tonnali, 2 tonnali suv bachalaringizni ham qo'yaverasiz bemalol. Foydalanaverasiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga telefon qilaverasizlar.